Har kuni shu ahvol. Telefon o'ynaganingiz o'ynagan. Yeysiz, ichasiz, kelasiz, yotasiz, ketasiz. Bir xil ssenariy. Yana telefon o'ynab o'tiribsizmi? Qachonda bir ishni boshini tutasiz. Ish ham mayli, bir romantika qilishni ham bilmaysiz, ey. Hey, nima qilyapsiz? Romantika so'rovding, romantika qilyapman. To'xtab turib bitta gul qisilib qoldi. Shunaqa jirkanch romantika ham bo'ladimi? Endi PlayStation o'ynayapsizmi? Keling, sizni bir gazingizni berib qo'ying. Keling. Xotin qachon uyingga ketasan? Ha, nimaga ketamanman? Mol eriga qo'l ko'tarding, nokaut qilib qo'yding. Bir umr qolaman, keyin ketaman. Yuring, mana bu yoqqa gap bor sizda. Qachongacha telefon o'ynaysiz? Anjonli bola degan nomingiz bor, biron bir biznes qiling. To'g'ri aytasan, anjanli bola deb logo qilamanda, yaxshi bitta narsa ishlab chiqaraman. Men ketdim. Bu odam yana telefon o'ynab yotibdimi? Erdamalib yotir, shalaqa kelayotir. Voy voy!